Assalomu alaykum hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Artyom Dovbik Romadan ketishi mumkin. Ukrainalik hujumchi Artyom Dovbik Ispaniya La Ligasiga qaytishi mumkin. Roma Press nashri xabariga ko'ra, Roma klubi rahbariyati uni sobiq jamoasi Gironaga transfer qilish haqida o'ylamoqda. Birinchi mavsumida 16 ta gol urganiga qaramay, Dovbik rimliklar rahbariyatini to'liq ishontira olmadi. Roma moliyaviy muvozanatni tiklash maqsadida uni sotib yuborish variantini ko'rib chiqmoqda. Garchi boshqa jamoalar ham Artyomga qiziqayotgan bo'lsa-da, Girona bu transfer borasida boshqalardan ilgarilab ketgan. Dovbik La Ligadagi avvalgi faoliyati bilan muxlislar xotirasida ijobiy taassurot qoldirgan. U ispan jamoasi safida ancha faol harakat qilib, ketma-ket uchrashuvlarda muhim gollarni kiritgan. Girona bosh murabbiyi Mishel ham futbolchini jamoaga qaytarish tarafdori. U Dovbikni yana eng yuqori darajaga olib chiqishga ishonmoqda. Biroq mazkur transferda bir nechta to'siqlar borligi aytilmoqda. Asosiy muammo futbolchining narxi bo'lib, Roma ukrainalikka sarflagan mablag'ning katta qismini qaytarib olmoqchi. Lekin Girona futbolchi uchun belgilangan summani to'lay olmasligini bildirgan. O'zbekiston terma jamoasi va Italiyaning Roma klubi futbolchisi Eldor Shomurodov aprel oyining eng yaxshi futbolchisi sovriniga da'vogarlar qatoridan joy oldi. Bu haqda rimliklar matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra 5 nafar futbolchi nomzodlar qatoridan joy olgan. Shomurodovdan tashqari Milas Viller, Matias Sule, Brian Cristante va Evan Dikka kabilar aprel oyining eng yaxshi futbolchisi sovrini uchun kurashmoqda. G'olib nomi ovoz berish natijalari yakunlangach e'lon qilinadi. Ma'lumot uchun Shomurodov aprel oyida 4 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol va 1 ta assist muallifiga aylangan. Sovrin uchun kurashda o'zbekistonlik hujumchiga asosiy raqobatchi deya qaralayotgan Sule uchun o'tgan oy ancha omadli keldi. U barcha to'r uchrashuvni deyarli to'liq o'tkazgan hamda o'z hisobiga 2 ta gol va 1 ta assist yozdirib qo'ygan. Sviller esa to'r bahsning 2 tasida o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Cristante va Ndikka ham o'tgan oy faol harakatlari bilan ajralib turdi, lekin jamoasining hech qanday gollarda ishtirok etmagan. Ma'lumot uchun Roma keyingi uchrashuvni A seriya doirasida Fiorentinaga qarshi o'tkazadi. Uchrashuv 4-may kuni bo'lib o'tadi. Sportni turli xil yo'nalishlarga tushunadigan ishqiboz, sizga homiyimiz Millionerlar silkasini tavsiya qilaman. Siz bu yerda ham bahslarni jonli efirda ko'rasiz va sevimli jamoangizni g'alabasidan yaxshigina pul ishlab olasiz. Millionerlar silkasini video opisaniyasi va kommentariyasidagi Telegram kanalda qoldiraman. Birinchi depozit qilganingizda 10 million so'm bonusga ega bo'lasiz. Abduqodir Husanovning agenti futbolchi haqidagi mishmishlarga nuqta qo'ydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning Barselonaga ijaraga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi ma'lum bo'ldi. Avvalroq Ispaniyaning bir qator nashrlari kataloniyaliklar Husanovni uzoq muddatli loyihasining asosiy qismidan biri sifatida ko'rayotgani, klub uni bir mavsumga ijaraga olib, keyinroq to'liq sotib olish variantini ko'rib chiqayotgani haqida yozgandi. Biroq futbolchining agenti G'ayrat Xazbiyulin bu boradagi mishmishlarga oydinlik kiritdi. G'ayrat Xazbiyulin: "Menga Barselonadan hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q. Bu gaplardan xabardor emasman. Klub prezidenti ham men bilan bog'lanmagan. Bularning barchasi shunchaki mishmish", dedi Xazbiyulin Sport Express nashriga. Eslatib o'tamiz, 21 yoshli Abduqodir Husanov 2025-yilning yanvarida Manchester Cityga o'tgan va klub bilan 2029-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolagan edi. Hozirgacha u shaharliklar safida barcha musobaqalarda 9 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol muallifiga aylangan. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.